Assalamu alaykum Sharqi Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tur televiziyasining haftalik xabar va mulohaza programmasiga xush keldinglar. Men Shekrzod G'ayrat. Tuanda 2019-yili 7 yanvardan buyon dunyoda yuz bergan Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi muhim uchurlarni sizlarga qisqacha xotirlatib o'tmoqchimiz. Xabardan keyin erkin obzorchi Parat Yo'rinqash apandimning bu haqda yurgizadigan mulohazasini anglaysizlar. Dünya Uyghur Qurultiyi Reisi Dolqun Isa apandim Xitoy hukumatining bir qism davlatlarining elchilarini Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarini ziyorat qildirib, o'zlarining qilmishlarini anglash tashviqotini kuchaytirayotgan bir paytda Yevropa parlamentida Xitoyning jazo lagerlariga qarshi faoliyatlarni boshladi. Dolqun Isa apandim 8 yanvar kunidan e'tiboran Yevropa parlamenti a'zolari bilan ko'rishni va Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar ministrligi ziyoratlarini rasmiy boshladi. Qurultay raisining Yevropa Ittifoqi ziyoratida Ilhom To'xtiy guruhining raisi Anvarjon apandim hamroh bo'lib, Xitoy turmusidagi Uyg'ur o'tkichi ziyolisi Ilhom To'xtining Nobel tinchlik mukofoti va Saxarov mukofotiga nomzod ko'rsatish faoliyatlarini qanot yoydirish yo'lida tirishchilik ko'rsatdi. Dolqun Isa apandim Yevropa parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhining a'zolari bilan Yevropa parlamentida jazo lagerlariga qarshi faoliyatlarni qanot yoydirish chora-tadbirlarini ustida muzokiralashdi. Ma'lum bo'lgandek, o'tgan yilning oxirida Yevropa parlamenti Uyg'urlar masalasi to'g'riliq 15 modda qaror qabul qilgan edi. Dolqun Isa apandimning bu qitimli bir yil ziyarati asosiy maqsadlaridan biri bu yilning Yevropa parlamentida shunday ijobiy natijalarni ro'yobga chiqarish, qo'lga keltirishdan iborat bo'ldi. Sharqiy Turkistondagi siyosiy bostirish haqida ko'plagan ma'lumotlar o'tirg'a chiqqandan keyin Amerika va Yevropadagi bir qism g'arb davlatlari bunga qarta inqaz qaytargandan boshqa islom dunyosi asosan sukut yo'lini tanlab oldi. Jumladan Falastin masalasi hamda Rohingya musulmonlarning qirg'inga uchrash masalasida fikr bayon qilgan Dunyo islom hamkorligi tashkilotimi Uyg'urlarga kelganda hech qanday ifoda bildirmadi. Avstraliya davlatlik universitetining professori Michael Clark 7 yanvar kuni Avstraliyaliklar gazetida e'lon qilgan bu haqdagi maqolasida buningdagi asosiy sabablar haqida o'z qarashlarini o'tirg'a qo'ydi hamda buni musulmonlar dunyosiga munofiqlik deb atadi. Kanadadagi tor yozuvchisi Aziza Kanji Otuva buxralari torida 8 yanvar e'lon qilgan maqolasida Xitoyning Kanada buxralarini qo'lga olishning tunji qitimliq ish emasligini, 2006-yili O'zbekistonda qo'lga olingan Kanada buxraligidagi Husayn Jildaning Uyg'ur inson haqlari himoyachisi bo'lishga qaramasdan terrorlik va bo'lgunchilik bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligini alohida o'tirib qo'ydi. Abdur Husayn Jildaning Uyg'urlar uchrayotgan diniy va siyosiy bostirishga qarshi da'vo qilganligi uchun maxfiy qo'lga olinganligini, turmada qiynash va majburiy ixro qildirishga duch kelganligini, uning advokat yollashga ruxsat qilinmaganligi, shuningdek Xitoy hukumatining uning Kanada fuqarosi ekanligiga e'tirof qilmaganligini bir-birlab bayonot qilish orqali navbatda Xitoy hukumatining terrorlikqa qarshi turish harakatining davlat terrorligini ijro qilishning vosita qilganligini alohida ta'kidladi. Washington Post gazeti 8 yanvar kuni yana bir maqola e'lon qilib, Amerika Davlat Majlisining Xitoyning keng ko'lamli madaniyat yo'qotish harakatiga duch kelayotgan Uyg'urlar haqidagi qonun loyihasini tezroq ma'qullab, bu jihatga bo'shliqni to'ldirishga chaqirdi. Bu Amerikadagi nopozliq gazetining yaqinqi 6 oy ichida e'lon qilgan 5 qitimliq takror maqolasidir. Sharqiy Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati hamda Sharqiy Turkiston ulamolar birligining rahbarlaridan tarkib topgan 6 kishilik bir hay'at bu hafta Malayziyani ziyorat qildi va ziyorati jarayonida Malayziya hukumatining bir qism rahbarlari va ijtimoiy tashkilotlarning raislari bilan keng doirada uchrash olib berib, ular bilan Uyg'ur masalasini muzokara qildi. Mazkur Uyg'ur hay'ati ziyorat jarayonida yana har xil radio, televiziya va gazeta muxbirlarining ziyoratlarini qabul qilib, Uyg'urlar masalasini anglatdi. Shundaqla ijtimoiy tashkilotlarning uyushtirish bilan Uyg'urlar to'g'risida ochilgan yig'inlarga ishtirok qildi. Birlashma agentlikning 7 yanvar Olmutodan bergan xabarda Qozog'iston tashqi ishlar ministrligi Xitoy hukumatining lagerlariga qozoq mahbuslardan 2 kishini qo'yib berishga ma'qul bo'lganligini aytgan. Qozog'iston tashqi ishlar ministrligining axborot ishxonasi bu haqdagi savollarga javob berib, bu 2 kishi qo'yib berilgandan keyin ularning Xitoy vatandaşlığı bekor qilinib, Qozog'iston vatandaşlığı iltimos qilishga yo'l qo'yilganligi deyilgan. Ammo bu kishilarning nima uchun qo'yib berilganligi, shuningdek ularning butunlay qozoqlar yoki uyg'urlarni o'z ichiga olganligi aniq aytilmagan. Xitoy hukumati yaqinda Reuters'ni o'z ichiga olgan kichik ko'lamli bir chet el muxbirlari guruhi va shundaqla o'shki davlatning diplomatlarini tashkillab, Sharqiy Turkistondagi atalmish kasbiy texnika tarbiyalash markazini ziyorat qildirgan. Xitoyning Yarshar vaqti gazeti va Shinjong gazeti qatorliqlar 7 yanvar kuni tarqatgan xabarlarda yuqoridagi bu ziyoratni bir qism g'arb matbuotlarining qayta tarbiya markazlari haqidagi asossiz xabarlari va hujumlarga qaytarilgan javob deb ko'rsatgan. Holbuki Xitoyning yuqoridagi tashviqotlari Xitoy vaziyatini ko'zib kelayotgan kuzatuvchilarni qabul qilmadi. Kishilik huquqni ko'zatish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Sophie Richardson yuqoridagi ziyoratga inqaz qaytarib, xalqaro Xitoy o'rinlashtirgan bu ziyoratga aldanmasligini ta'kidladi. U kishilik huquqni ko'zatish tashkilotining to'rtbetida e'lon qilgan bayonotida Xitoy hukumatining azaldan xalqaro jamiyatga qarta o'yin o'ynaydigan odati borligini va yuqoridagi bu diplomatlarning ziyaratining hargizmi bir mustaqil ish va ishonchlik tekshirishga vakillik qilolmaydiganligini bayon qildi.
Angliya parlamentida Avam palatasi 8 yanvar guvohlik berish yig'ini o'tkazib, mutaxassislarning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq vaziyati, Angliya hukumatining bularga inkas qaytarish kerakligiga doir qarashlarini va fikr takliflarini anglatdi. Yig'inda mutaxassislar Angliya parlament a'zolarini ogohlantirib, Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini keng ko'lamli tutqun qilib, qayta tarbiyalash lagerlariga qamashlik bunday zo'r ko'lamli kishilik huquq dafsanchiligining mavzudan davrdan keyin ko'rilib boqmaganligini bildirdi. Xitoyning bu rayonda Uyg'ur ustidan elib berayotgan ig'ir dafsanchilikka sukut qilmaslik kerakligini ta'kidladi. 8 yanvar Zimiston to'rida mazkur tur betining direktori ichkariylik jurnalist Marko Respendi tarafidan yozilgan "Meni 10 tuqqanim g'oyib bo'ldi. 11 sentabr voqeasining yana bir qurboni Roshan Abbas sariyatlik bir maqola e'lon qilindi. Maqolada Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchisi Roshan Abbasning 1989-yili 5-oyda o'qish uchun Amerikaga kirgandan keyin 30 yilga yaqin ish faoliyatlari tafsiliy tunishtirildi. Maqolada Roshan Abbas xonimning yaqinda Xitoy hukumati tomonidan g'oyib qilingan hadisi Roshan Abbas va boshqa urug' tuqqanlarning tutqun qilinib lagerlarga qamalganligi bayon qilingan. Shundaqla muhojiratda yashayotgan Roshan Abbasga o'xshash Uyg'ur faoliyatchilari hatto muhojiratga Uyg'urlarning yurtida qolgan urug' tuqqan qarindoshlarining navbatda Xitoy hukumatining tutqunlar bostirish nishoniga aylanganligi bayon qilingan. Belgiya poytaxti Bryusseldagi Yevropa parlamentida 8 yanvardan buyon faoliyatlarini davom ettirib kelayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa Afandining bildirishicha, Xitoy hukumati Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropa ittifoqidagi faoliyatlarini cheklash va unga qarshi turish uchun yaqinda Xitoy do'stlik gruppasini qurib chiqqan. Ma'lum bo'lgandek, Yevropa parlamentida Uyg'ur do'stlik gruppasi 2017-yili 19-oktyabrda qurilgan edi. Bu gruppaga a'zo 10 dan ortiq parlament a'zolari o'tgan yili Uyg'urlar masalasining, jumladan jazo lagerlari masalasining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inlarida o'tirib qo'yilishiga, Yevropa ittifoqida kun tartibga kelishga turtki bo'lib qolmay, 4-oktyabr yana Yevropa parlamentida Uyg'urlarga munosabatlik 15 moddali qarorni qabul qilishga turtki bo'lgan edi. Bu hol o'zini cho'ng davlat sanab kelayotgan dunyo siyosiy sahnalaridagi ta'sirga ishinib, o'ziga tamanno qo'yib kelayotgan Xitoy hokimiyatini qattiq bearam qilganligi ma'lum bo'ldi. Hurmatli Ferhat afandim, siz 30 yillik kasbiy axborotchi va erkin obzorchi bo'lish sifatingiz bilan bu bir hayotlik hodisalarga qanday qaraysiz? Rahmat Sherzod xonim, biz xabarlarni bir aql ko'rdik qo'ya. Bu berilgan yuqorida o'qib o'tilgan xabarlar faqat mushoy ichida Uyg'urlar munosabatlik chet el matbuotida chiqqan xabarlarningki balkim 100dan birimi emas. Haqiqatan Texi bundan 15-20 yil burun, men chetlarga chiqqan hozir 26 yil bo'ldi. Texi bundan 15 yil, 20 yil burun bu chet el matbuotlarida, g'arb matbuotlarida bo'libmi, Sharq Turkistonga yana Uyg'urlar munosabatlik oyda bir, hatto yillab bir parcha xabarni ko'rmaydik. Agar chanda bir xabarni ko'rib qolsak, xuddi oltin deb olgandek nihoyat qo'shilib, buni keyin o'zimizning matbuotlarda foydalanib, oqoqidan buni ishiltib, nihoyat tushunib ketadi. Endi hozir ahvol qarab baqing. Men boydab o'tdim. Yuqorida sizlar taqdim qilgan bu xabar faqat mushu hafta ichida, bir hafta ichida dunyo matbuotlarida Uyg'urlar munosabat xabarlarningki 100dan 1 emas deb. Hozir bu xabarlarning ko'pligidan hozir buni o'qiydigan vaqtimizmi? Qisqa qilyapti hozir shu darajada. Demak bu nimani tushuntirdi? Bu Uyg'ur davosining Sharq Turkiston masalasiningki rasmiy xalqaralashganligini va Uyg'urlar masalasiningki dunyo matbuotlarininki qiziq temasiga aylanganligini tushuntirdi. Bunu nait hammamizni suyundirdigan bir hodisa. Yana bir nuqtadan qaraydigan bo'lsak, masalan, mayli sizlar yuqorida taqdim qilgan xabarlarga qarayli, uchurlar qarayli va yoki mush bir hafta bo'lgan boshqa xabar uchur hodisalarga qaraydigan bo'lsak, yana hozir mustabid Xitoy hukumatining Sharq Turkiston ta'sis qilgan jazo lagerlari masalasiniki yana chet el matbuotlarininki asosiy qiziq temas ekanligi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarininki dunyo jamoatchiligininki asosiy kun tartibiga ekanligini va bu masalaninki kun tartibdan tushmaganligini, kun tartibdagi izchilligini saqlayotganligini ko'rib olib bo'ldi. Bu nihoyat muhim bir ahvol. Bu jazo lagerlari masalasiniki xalqaro matbuotlarininki qiziq temasi ishkalligidan iborat bu izchillikni saqlash uchun albatta texnik g'ayrat qilish to'g'ri keldi. 2019-yilga kirdik. Bo'lib siyosiy tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz va avom xalqimiz texnik yuksak fidokorlik bilan bu Uyg'urlar masalasini, bo'lib jazo lagerlari masalasini, guvohlik berish masalasini texnik yuqori ballaga ko'tarish kerak va bu orqali Uyg'urlar masalasining, bo'lib jazo lagerlari masalasiningki xalqaro kishilik huquq tashkilotlarininki kun tartibidagi izchilligini, xalqaro matbuotlardagi izchilligini saqlab qolgan bo'ldi. Bu nihoyat muhim. Yana bir nuqtadan qaraydigan bo'lsak, hozir masalan mayli yuqorida sizlar taqdim qilgan xabarlarga bo'lsin va yoki mushu bir hafta ichida boshqa chet el matbuotlarida e'lon qilingan xabar uchurlarga qaraydigan bo'lsak, bu yerda mustabid Xitoy hukumati garchi hozir bir sun'iy manzil yasab chiqib Sharq Turkistonda xuddi jazo lagerlari yo'qdek
bu yerda kasb o'rganish markazlari bordek, bu yerdagi har millat xalqining nihoyat xo'shallik, baxtiyorlik ichida tantanli bilan bu kasb o'rganayotganligidek bir soxta manzilni yaratishga tirishayotgan bo'lsa-mu, va ba'zi bir qism chet el diplomatlarini va chet el matbuotlarining muxbirlarini u yerga berib shu shartga atalmish kasb o'rganish markazlarini ziyorat qilishga ruxsat qilgan bo'lsa-mu, ammo bu yerga berib qaytib kelgan chet el matbuotlar agentliklarining muxbirlari bu yerda Xitoyninki yasab chiqqan soxta manzilasiga ishonmagan. Bergan usullardan shuni aniq ko'rinib turdi. Hammasininki bergan usullari bu yerga berib ko'z bilan ko'rib kelgan chet el agentliklarininki bu yerda bir soxta manzil bilan ko'z oldiga kelganligini, bu yerda bir soxta manzil yasab chiqqanligini va chet ellarda o'tgan yildan buyon jazo lagerlarida yetib chiqqan mayli qozoq bo'lsin, uyg'ur bo'lsin, yuzlagan guvohchilarninki bergan ma'lumot bilan, bergan guvohlik bilan bu yerga Xitoyning yasab chiqqan bu yerdagi sunniy manzilsi o'tirisida hech qanday bir o'xshashlikninki yo'qligini bu yerda ta'kidlab kelyotdi. Bu bir yaxshi yuzlanish masalan, mustabid kommunist Xitoy hokimiyatininki bir qism chet ellik diplomatlarni va muxbirlarni bu yerga berishga ruxsat qilganligining o'zimi bu yerda dunyo jamoatchiligining kuchli besimidan qo'rqqanligi va dunyo jamoatchiligining kuchli besimi ostida bu yerda chekinishga, keyingi chekinishga majbur bo'lganligining bir alomati. Bu nihoyatda muhim. Shuning uchun 2019-yilda bu Sharq Turkiston ta'sis qilingan jazo lagerlari masalasini bo'shashmay apirish kerak. Yana bir nuqtadan qaragan bo'lsak, masalan, bu haftadan buyon Dunyo uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa efendim başlıklı siyasi faaliyetlerimiz mayli bir Avrupa İttifakı'da olsun, Avrupa Parlamento'da olsun veya ki Angliya ve başka Avrupa devletlerinde olsun veya ki Amerika'da olsun keng ko'lamda bu yıl kirgendeki bu Uygurlar meselesini yanım yukarı bir pelle götürüş için keng dairede halkara sorunlarda kendileri bu faaliyetini gündüzünki canlandırıvatıdı. Bunu mu canlanıvatkanlıkını ve Dünya Uygur Qurultayı başçılığındaki siyasi teşkilatlarımızdan, siyasi faaliyetlerimizden hiçbir zaman boşap kalmaganlıkını ve yapıvatkan faaliyetlerini yana bir yüksek fedakarlıkla, tirişçilikle onu yukarı götürüşke tirişivatkanlığını kırıvatlı buludu. Menimce nayet yaxşı bir yüzünüş bağı dep qarayman. Rahmat sizge Farhod efendim. Hürmetlik dövizor körüyçiler. Şunu bilan bu haftalık xabar va mulohaza programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.